Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz demak spirtlar mavzusi. Spirtlar mavzusi bo'yicha uning rejasi bilan tanishib o'tamiz. Demak, birinchi rejamiz gomologik qator izomeriyasi va nomenklaturasi. Ikkinchisi esa olinishi. Uchinchisi fizik xossalari, to'rtinchisi kimyoviy xossalari va ishlatilishi. Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, demak, molekulasida gidroksil guruhi saqlagan birikmalar spirtlar deb ataladi. Tarkibida uglerod va kislorod atomlari sp3 gibridlangan. Bog' orasidagi burchak esa 110 gradus. Uglerodlar 4 tagacha bo'lgan spirtlar quyi spirtlar, 4 tadan 7 tagacha bo'lganlari o'rta spirtlar, 7 tadan ko'p bo'lsa yuqori spirtlar deb ataladi. Keyingi rejamizni ko'radigan bo'lsak, demak, nomenklaturasi va izomeriyasi. Bir atomli spirtlar yoki alkogollar ham deb ataladi. Demak, ularni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlaganimizda, ratsional nomiga spirt so'zini qo'shish orqali uni nomlashimiz mumkin. Sistematik nomenklaturaga ko'ra, ularni demak, an o'rniga ol qo'shimchasini qo'shish orqali demak, sistematik nomenklaturada nomlashimiz mumkin. Keyingi rejamizni ko'rishimiz mumkin. Bir atomli spirtlar, ularni izomeriyalar sonini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, metanolda bitta izomer, ketma-ketlikda ko'rishimiz mumkin. Propanolda ikkita izomer, butanolda esa 4 ta va ketma-ketligini ham ko'rishimiz mumkin. Metanol demak sistematik nomenklatura bo'yicha nomlanishi. Bunda etanol, keyingisi esa pentanol spirti. Keyingi slaydimizga qo'yadigan bo'lsak, demak, olinishi. Alkinlarni gidratlab biz olishimiz mumkin. Misol uchun, etilinga suv ta'sir ettirganimizda etanolni olishimiz mumkin. Keyingi reaksiyamiz esa alkil galagenitlariga ishqorning suvli eritmasi ta'sir ettirib, uni olishimiz mumkin. Keyingi olinish reaksiyalarimiz esa mana ko'rishimiz mumkin. Is gaziga vodorod ta'sir ettirganimizda metanol. Demak, metanol sanoatda yog'ochni quruq haydab ham olinadi. Shuning uchun uni yog'och spirti deb atashimiz mumkin. Demak, keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi slaydimizda ularni demak, spirtlar bilamiz, karbon kislotalar bilan birikib murakkab efirlar, ya'ni etrifikatsiya reaksiyasiga kirishishi mumkin. Demak, spirtlarning kimyoviy xossalari bilan tanishib o'tamiz. Spirtlar kimyoviy xossalari, demak, ular OH, demak, spirtlardagi OH guruhi bilan boradigan vodorod hisobiga va radikaldagi vodorod hisobiga boradigan reaksiyalar va OH hisobiga boradigan reaksiyalarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Keyin kimyoviy xossalardan ko'rishimiz mumkin. Demak, ular aktiv metallar bilan reaksiyaga kirishib, alkogaletlarni hosil qiladi. Misol uchun, etil spirti natriy metall bilan reaksiyaga kirishib, demak, natriy etillatni hosil qiladi. Alkogaletlar beqaror bo'lganligi uchun tezda havodagi nam ta'sirida parchalanib, spirt va ishqor hosil qiladi. Mana bu reaksiyada ko'rishimiz mumkin. Demak, keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi slaydimizda kimyoviy xossalaridan ko'rishimiz mumkin. Spirtlar demak, fosfor yodid bilan reaksiyaga kirishib, kislota va demak, radikalning yodli birikmalari va ular misol uchun galagenlar, vodorod galagenitlari bilan reaksiyaga kirishib, xuddi demak, etil bramid va suv hosil qiladi. Demak, keyingi slaydimizda bilamiz, ular kimyoviy xossalariga, misol uchun, ular yonish formulasida ko'rishimiz mumkin. Spirtlar har doim yonganda karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Kimyoviy xossalarida mana ko'rishimiz mumkin. Birlamchi spirtlarda aldegid oksidlanishi davom ettirilishida karbon kislotalar hosil bo'ladi. Bunda reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Ikkilamchi spirtlardan esa ketonlar hosil bo'ladi. Bu reaksiyada ko'rishimiz mumkin. Keyingisi, demak, fizik xossalari spirtlar, uglerod soni, demak, 10 tagacha bo'lgan spirtlar suyuq ko'rinishda bo'ladi. Undan yuqorilari esa qattiq. Dastlabki, demak, 4 ta vakili o'ziga xos hidli, harakatchan suyuqlik bo'lib, suv bilan har qanday, demak, nisbatda aralashadi.
Suvda cheksiz eriydi. Demak, 5-vakilidan boshlab suvda erishi keskin kamayadi. Molekulyar massasi ortgan sari suvda eruvchanligi kamayib boradi. Uglerod 12, demak 11 tadan boshlab suvda umuman erimaydi. Demak, spirtlarda vodorod bog' mavjudligi tufayli ularni tegishli oddiy efir hamda galogenli birikmalarni yuqori temperaturada qaynaydi. Demak, keyingi slaydini ko'rishimiz mumkin. Vakillari, misol uchun, bir nechta vakillari bor. Metanol, etanol va boshqa vakillari bor. Misol uchun, metanol bilan tanishib chiqamiz. Metanol alkogoliyatlarda, o'simlik moylarida, masalan, demak, jasmin o'simligida tarkibida uchraydi. Metanol yog'ochni quruq haydalganda 1-2% demak 1-2% hosil bo'ladi. Bundan tashqari 5-10% sirka kislota, 0,2 va 0,5% aseton ham chiqadi. Toza metanol rangsiz, demak zaharli suyuqlik hisoblanadi. Hidi etanolga o'xshaydi. Texnik maqsadlarda demak ishlatiladigan metanolni hidi toza metanolnikidan farq qilib kuygan modda hidini eslatadi. Demak, keyingi slaydimizni ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimiz ishlatilishi, spirtlarning ishlatilishi. Metanol ko'p qismi formaldegid tayyorlashda ishlatiladi. Etanol esa ular demak narkoz sifatida ishlatilishi mumkin. Etil xlorid esa ayrim joylarni og'riq sezmaydigan qilishda ishlatiladi tibbiyotda. Etanol tibbiyotda dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ham ishlatiladi. Izopentil spirt sut mahsulotlarini demak yog'liligini aniqlashda reagent sifatida ishlatiladi. Suvsizlantirilgan spirt absolyut spirt deyilib, ilmiy tekshirish institutlari, laboratoriyalarida analiz qilish va demak sintez ishlari uchun suvsizlantirilgan absolyut spirt ishlatiladi. Absolyut spirt tayyorlash uchun spirt suvsizlantirilgan ohak bilan demak 6-8 soat davomida qaynatiladi va so'ngra haydaladi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz demak spirtlar mavzusi bo'yicha shu darsimizni tamomlaymiz va keyingi darslarimizda yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz.